Reproduktiv qarish haqida eshitganmisiz? Ayrim holatlarda bizaga murojaat qiladigan bemorlarimizni, ya'ni qizlarimizni ko'rganimizda ularni haqiqiy yoshlari bilan majoziy ma'noda tuxumdonlarning yoshlari to'g'ri kelmaydi. Bu degani ayrim holatlarda 22-23 yoshli qizlarda ham tuxumdonlari 35-40 yoshli ayollarnikidek va aksincha 40 yoshli ayollarimizda ham tuxumdonlar 18-20 yosh qizlarnikidek faoliyat olib boradi va zaxiralari ham shu darajada ko'p bo'ladi. Ayollar qancha vaqt davomida reproduktiv funksiyalarini saqlab qolishi bu albatta tuxumdonlarimizni faoliyatiga, ya'ni tuxumdonlarimizning zaxirasiga bog'liq hisoblanadi. Birinchi tug'ruq uchun eng ideal yosh necha? Demak, bugungi kunda birinchi tug'ruq uchun ideal yosh bu 21-22 yosh hisoblanadi. Chunki ayollarda yosh katta bo'lgani sari tuxumdon zaxirasini pasayishini kuzatishimiz mumkin. Ayrim manbalarda yozilishicha 27-28 yoshdan boshlab tuxumdondagi zaxira sekin-sekin kamayishni boshlaydi va 35 yoshga kelganda bu ko'rsatkich keskin kamayish tarafga qarab o'zgaradi. Bundan tashqari 35 yoshdan keyin ayollarda nafaqat zaxira, balkim tuxum hujayrani sifati va ayol organizmidagi sog'lom tuxum hujayralarni soni ham kamayishni boshlaydi. Ya'ni patologik tuxum hujayralarning soni ko'payib ketadi. Shuning uchun tug'ruq uchun eng optimal yosh bu 20 dan 35 yoshgacha bo'lgan muddat hisoblanadi. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin. Nimaga 35 yoshdan keyin tug'ruq mumkin emasmi? Yo'q, albatta 35 yoshdan keyin ham siz homiladorlikni rejalashtirishingiz mumkin. Ammo 35 yoshdan keyin homiladorlikni rejalashtirishda albatta reproduktolog, endokrinolog shifokor bilan birgalikda rejalashtirishni tavsiya qilamiz. Bugungi kunda tuxumdon zaxirasi bu dolzarb masala hisoblanadi. Bugungi kunda bilamizki, ko'pgina ayol qizlarimiz ayrim sabablarga ko'ra homiladorlikni kechiktirish holatlari ham ko'plab uchrab turibdi. Kimdadir karyera qilish orzusi, kimdir chet elda o'qiganligi uchun, ishlaganligi uchun kechroq turmushga chiqadi yoki kimdir hali turmushga chiqmagan. Lekin shunga qaramasdan siz albatta reproduktolog shifokorga murojaat qilib tuxumdoningizdagi zaxirani bilishingiz juda ham muhim. Agar tuxumdonda zaxira kamayishni boshlagan bo'lsa, albatta bu tuxum hujayralarini siz muzlatib qo'yishingiz mumkin. Keyinchalik turmushga chiqqaningizdan so'ng bu tuxum hujayralar xojeniza urug'lari bilan urug'lantirib, embrionlar hosil qilinib va hosil bo'lgan embrionlarni bachadon bo'shlig'iga qo'yib, siz homiladorlikka erishishingiz va farzand dunyoga keltirishingiz mumkin. Tuxum hujayrani muzlatib qo'yish jarayoni qanaqa kechadi? Tuxum hujayra muzlatish jarayonida sizdan faqatgina tuxum hujayralar yig'ib olinadi va shu hujayralar urug'lantirmasdan muzlatib qo'yiladi. Keyinchalik bu muzlatib qo'yilgan tuxum hujayralardan turmush o'rtog'ingiz urug'lari bilan chatishtirilib, embrion hosil qilinib, bachadonga qo'yish mumkin. Bunda bemalol homilador bo'lib, farzand dunyoga keltirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hatto yoshingiz 40-50 bo'lgan holatda ham. Agar siz ham kechiktirilgan onalikni istasangiz, albatta reproduktolog ko'rigiga murojaat qiling.